Helikobakteriya infeksiyasi chiqqan, bu xavfli emasmi? Helikobakter infeksiyasi xavfli hisoblanadi. Birinchi guruh onkogen qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Ya'ni rak keltirib chiqaruvchi bakteriya hisoblanadi. Bu dalillarga asoslangan tibbiyotda o'zini isbotini topgan. Yaponiyada oshqozon 12 barmoqli ichi raki juda ko'p uchragan. Helikobakter infeksiyasi rak keltirib chiqarishi isbotlangandan keyin butun aholisini helikobakter infeksiyasiga tekshirgan. Shikoyati bo'lmasa tekshirurganda helikobakter 70-80% aholida chiqqan. Masalan, men shikoyatim yo'qdi oshqozonga, to'g'rimi? Helikobakterga topshirsam chiqdi. Men shikoyatim yo'q, nima qilaman? Unaqa emas. Tushuntirishgan, helikobakterni davolash kerak deyishgan. 14 kun antibakterialniy terapiya o'tkazib davolashgan. Xullas, helikobakter chiqqan hammani davolashgan. Oshqozon rakini foizi keskin kamayib ketgan.